Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum va xayrli kech sizga Gulchehra opa. Rahmat, sizga xayrli kech. Rahmat. Gulchehra opa, sizni bugun Shukrona kuningiz ekan. Chin qalbdan muborakbod etamiz. Gulchehra opa, sizga Allohdan uzoq umr, xonadoningizga tinchlik, sihat salomatlik, baxt, omad, quvonch tilaymiz. Rahmat. Baxt, salomatlik, bahoriy iliqlik, orastalik va hayotiy quvvat tilaymiz. Har doim baxtdan yuzingizda quvonch quyoshi balqib tursin. Barcha ezgu niyat maqsadlaringiz ushalsin. Siz uchun har narsaga tayyor turuvchi inson doimo yoningizda bo'lsin deymiz. Gulchehra opa, bugun sizni qutlash uchun va qalbdagi samimiy shirin niyatlarni, dilizxorlarni yo'llash maqsadida bizga murojaat qilgan inson haqida taxmin qilib ko'rasizmi? Bilmadim. Qizimmi, qizlarimmi, o'g'illarimmi? Xo'p, o'zimiz aytamiz. Bugun bizga murojaat qilib, "Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham sog'indim. Doim baxtimizga sog' bo'lsin. Bizning baxt kamolimizni ko'rsin. Yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib tursin." O'zini qalbidagi eng ezgu niyatlarini va sizni bergan oq sutingiz, tunlari uxlamasdan bedor alla aytib o'ttirgan tonglaringiz haqqini uzolmasligini yaxshi biladi, ammo sizni boricha yaxshi ko'radigan va nasib bo'lsa hoji ona bo'lishligingizni istaydigan musofirda yurgan o'g'illaringiz Abbosjon, Shahzod nomidan qabul qilasiz. Rahmat. Qizlaringiz Gulnoz va Zarifa, nabiralaringiz Shahbozjon, Sarvarbek nomidan ham ushbu chiroyli tortlikni sizga armag'on etamiz. Ular sizni juda ham yaxshi ko'rishliklarini va doim baxtlariga sog' bo'lishligingizni Allohdan so'rab qoladilar hamda ushbu she'rni ular nomidan taqdim etaman. Mehri daryo soyligim, bahosi yo'q boyligim, hammadan chiroyligim, onam meni jon onam. Men deb joni qaragim, jannatlardan daragim, men uchun eng keragim, onam meni jon onam. Shirin shirin so'zlagan, faqat baxtim ko'zlagan, arslonim deb sizlagan, onam meni jon onam. Ko'zlarimda ko'rsanam, chidolmaydi sira ham, duo qilar farishtam, onam meni jon onam. Hamisha olib yonim, qayg'urar kuysa jonim, hammadan mehribonim, onam meni jon onam. Oqilam, sabotligim, taomlari totligim, quvonchim ham shodligim, onam meni jon onam. Eng zo'r gulim bog' bo'ling, doim ko'ngli chog' bo'ling. Baxtim uchun sog' bo'ling, onam meni jon onam. Gulchehra opa, yana bir bor sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Rahmat. Yuzingizda omadlar bersin, bolalarim ham shukrlik omadini bersin. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Doim farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Ularni yaxshi kunlarida bosh bo'ling deymiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Shukrona kunni, tavallud ayyomini mehmonlar qurshovida chiroyli qilib o'tkazishlik nasib etsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Bahor gullari kabi ochilib, a'lo kayfiyatda, har doim yuzingizda kulgu bo'lsin deymiz. Ona, o'zingizni ehtiyot qiling. Siz bilan Zamin tabrik jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat.